Bilasanmi, meni eng katta orzuyim nima? Yo'q, bilmayman. Eng zo'r o'qituvchi bo'lish. Men esa oila qurmoqchiman. Erkatoy kelin bo'laman. Anavi qo'shni ayolga o'xshab erkaklardek ishlash niyatim yo'q. Qiziq, 20 yildan keyingi hayotimiz qanaqa o'tarkin-a? G'irt kampir bo'lib qolsak kerak. Yo'q. 18-20 yoshli qizlar. Orzulari osmon qadar. 20 yildan so'ng kampir bo'lib qolmasliklarini bilmaydilar hatto. 20 yil orasida qanday sinovlar kelishini ham bilmaydilar. 20 yildan so'ng ba'zi orzulari unutilishini ham bilmaydilar. Bugungi ishtirokchilarimiz bo'lgan ikki ayol ham 20 yil avval eng katta orzularni qilgan edi. 3 farzand qizi, akam, singlim men. O'qituvchi bo'lishni orzu qilardim. Ona tili adabiyotini o'qituvchisi bo'lishni juda ham orzu qilardim. Bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'rardim. Kasb-hunar kollejini bitirdim. Ko'p hunarlarda o'qidim. Universitetda ishlaganman 2 yil. Lekin o'qituvchi bo'lish bo'la olmadim. Shu bilan keyin o'qishga qiziqishim ham bo'lmadi, ishlab yurdim, turmushga chiqib ketdim. Shu bilan keyin turmush tashvishlari farzandli bo'lib, keyin qolib ketdi. Sirdaryo viloyatini Dehqonobod qishlog'ida dunyoga kelganman. Bolaligim o'sha yerda o'tgan. 5 ta amakini qo'lida men bitta qiz farzand tug'ilganman, birinchi bo'lib. Meni juda ham ko'klarga ko'tarib, erkalatib katta qilishgan. Hech qanaqa mehr tarafdan ham, moddiyat tarafdan ham, hamma tarafdan menda mukammal bolalik bo'lgan deb ayta olaman. Men o'zi o'qituvchi bo'lishni xohlaganman. Gimnaziya sinfida o'qiganman. A'lo baholarga o'qiganman. Dadam meditsina bo'lsin, bular men hamshira bo'lsin qizimiz deb 9-sinfdan bitirgizib, medichilishga kirgizib qo'yganlar-da. Endi biz o'sha paytda ota-onamiz nima desa shu ota-onamiz aytganini qilganmiz. Orzulari o'xshash bo'lgan Nilufar va Kamola aslida bir-biriga uzoq qarindosh. Taqdir yo'llari ularni ish joyida yana birlashtirdi. Baxtga qarshi sinovli dardlari ham bir xil edi. Saraton, ko'krak saratoni. Eshitilishini o'zi dahshat. Yashash uchun sabab esa voyaga yetmagan farzandlar. Turmushga chiqishim Soch orqali bo'lgan. 3 ta farzandli bo'ldim. Katta o'g'lim 11 yosh, menimcha 2012-yili ozgina mazalari bo'lmay turmush o'rtog'im o'tib qoldilar. Eng kichkina farzandingiz 5 ga kirmoqdi hali. Keyin shu bilan u yoqda Andijonda o'zim 3 ta farzandim, qaynonam ham o'tib qoldilar 1 yil ichida. O'sinim, xo'jayinim, qaynatam bilan qoldim. Qiyinchilik bo'ldi yaxshigina o'zimga. O'tda endi sharoit og'irroq bo'lgan. Shunaqa qilib keyin bu yerga tirikchilik uchun keldim. Yana o'zim ota-onamni uylariga. farzandlaringiz o'zingiz bilan? Farzandlarim o'zim bilan. Hozir mana onam bilan yashayapman. O'zingizlar uyinglar yo'qmi? Yo'q, o'zimiz O'g'lingiz katta, katta bo'lib qoldi. O'sha mana 24 ga kirdi. Xudo xohlasa 25 ga qarab ketyapti. O'zimiz ham uyimiz yo'q. Hali endi hozir davlat tarafiga unaqa qaror bo'yicha chiqdi, lekin hali berilishlari yo'q. Oila qurish paytida ko'p yigitlar og'iz solganlar ko'p bo'lgan. To'g'risini aytaman, men ota-onamni majburiyati tufayli men turmushga chiqqanman Toshkent shahriga. Shu oilani ma'qul ko'rishganda o'zlari. Majburlashgan. Sizni majburlashgan. Majburlashib turmushga berishgan. Men bemalol ayta olaman. Endi ota-onam ham o'tib ketdilar-yu, lekin Bu ham sizga stress bo'lgan? Albatta. Men juda onamlar qattiq qo'l ayol bo'lganlar, lekin aytganlarini qilganman-da. Aytganlarini qilganman. Turmushga chiqdim. Qaynona, qaynatam, turmush o'rtog'im hammasi hozirgacha ham yaxshi, yomon emas. Yomon deya olmayman. Erkinlik bizning oilada. Turmushga chiqishim bilan homilador bo'ldim. Guliston 2 soatlik yo'l bo'lgan bilan ro'zg'ordan borib kelishlar unaqa bemalolgarchilik bo'lmaganda, hozir misol iloj topib, imkon topib haftada 2-3 marta borishga ham imkon qilsam bo'ladi, lekin bu paytda borish bo'lmagan ota-onamni kam ko'rganman juda ham. Hisob kitob qilsam vaqti kelsa 6 oylab ham bormagan paytlarim bo'lgan ekan ota-onamni ko'rganida.
man juda yomon afsuslanaman. ko'krak bezida o'zi yaxshi sifatli yoki yomon sifatli o'smalar bo'ladi. Xalq tilida? Xalq tilida. Yaxshi sifatli o'simtalar bu hech qanaqa hayot uchun zarar yetkazmaydigan o'simtalar bo'lsa, zlokачественный, ya'ni yomon sifatli o'simtalar bu hayot uchun xavf soluvchi o'simta hisoblanadi. Endi baribir yaxshi sifatlida ham shish paydo bo'ladimi? Da, haqiqatan ham yaxshi sifatlida tugullar paydo bo'ladi. Tugullarni ayol kishi o'zi sezgan holatdagina bizga ko'rikka kelishadi. Ungacha esa Hech qanaqa belgi berilmaydi. Yo'q, umuman. Og'riq bo'lmaydi. Yaxshi sifatli ham, yomon sifatli tugullar ham umuman og'rimaydi. Tinchgina yotadi. Vaqt soati kelganda, lekin o'sha kech bo'lganda, o'zidan belgi bergandan keyingina bizning ayollarimiz bizga murojaat qilib kelishadi. 2018-yil kasalim shu ko'kragim juda qattiq, 1 yil 2 yil juda qattiq og'rib yurdi o'zidan o'zi, ikkala ko'kragim. Qattiq og'riq bo'ladi, keyin yana 1-2 hafta tinch yuradi, yana juda ham qattiq og'riq bo'ladi. Ko'kragim og'riyapti deb yurdim, unga bunga yetib yurdim. Ko'pchilik o'zi shunaqa bo'ladi deb o'yladim men. Keyin shu ko'kragim oldi tarafidan ozgina bezga o'xshagan narsa sezib qoldim. Juda ham kichkina, no'xatdek bez paydo bo'ldi. Doktorga borsam, sразу hamma dokumentimni yig'ishtirdilar, qo'limga berdilar. Shahar onkologiyasiga boring, propiskangiz bo'yicha dedi. Propiskam bo'yicha borsam shunaqa ko'krak saratoni deb anaqa qilishdi, ikkinchi bosqich. 2018-yil hozirgi tushuncham yo'q edi, juda qo'rqqanman. Bolalaringiz kichkina bo'lgan? Bolalarim kichkina bo'lgan. Qizim bor, o'g'lim bor, Allohga shukr. Kichkina bo'lishgan ular. Qanaqadir yig'laveraman, men o'lib qolaman deb o'yladim. Saraton o'choqlari butun organizmda, Har bir insonda. Har bir insonda bor. U kimgadir uxlagan holatda, xalq tilida gapiradigan bo'lsak, kimgadir uyg'oq holatda bo'ladi. Demak, kimdir chalinmay umrining oxirigacha yashab o'tishi. Bu immunitetga bog'liq bo'ladi, bu naslga bog'liq bo'ladi, tashqi muhit omillariga bog'liq bo'ladi. Hozirgi eng dolzarb sabablardan biri stress holatlari, ya'ni ko'p asabiylashish natijasida ham kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Mana shu sabablar tufayli o'choq yuqoriga chiqadi. Ichkarida hammasini yig'ib yotishi natijasida alam, yuqoriga chiqara olmaslik, o'zini fikrlarini bayon qila olmaslik natijasida yuzaga keladi. Haqiqatan ham bu bor sabablardan biri. Onadan xafa bo'lish ham kiradimi? Конечно, bu o'zidan stress holatiga olib keladi. Emotsional buzilishlarga olib keladi. Keyin qarangki, как цепочка buziladi-da. Zanjir orqali gormonal fonga ta'sir qiladi. Gormonal fon esa o'zidan o'zi kelib chiqaradi o'sha o'simtalarni yuzaga kelishiga. 2012-yil turmush o'rtog'im o'tgan bo'lsalar, bu yerga keldim, 2015-yil keldim. Shu bilan tirikchiligimni boshladim. 2015-yil o'zimni adabli ham dunyodan o'tib qoldilar. Ketma-ket anaqalar bo'lib ketdi-da. Ayriliqlar. Stresslar bo'ldi, yetishmovchiliklar. Shu 2015-yil dadam o'tganlaridan keyin 2016-yil shu chap ko'kragimda ozgina og'riq bildimda. Men o'yladim, endi ayollarni o'zini ko'kraklari og'rib turadi, har oyda oylik ko'radigan paytida deb o'yladim. Doktorga bordim, shamollashingiz bor dedi. Shamollashga ozgina davolandim. Qolavermadi, har oy shu davom ettirdi u og'riq. Keyin og'rim yo'qolib qoldi-da. Chap tarafimda qanaqadir tugun paydo bo'lib qoldi, kichkina. U tugunni silab yurdim, kattashishni boshladi. Majbur bo'ldim 2016-yil anaqaga borishga, poliklinikimizga chiqdik. Chap qo'lg'amdagi ham ozgina og'riq bo'ldi. Endi u balkim o'tib deyishdi. O'zimdan o'zim bilmayman, adashib onkologiyaga borib qoldim. O'sha anketa ochishdi, ro'yxatdan o'tkazishdi. Mammogramma qildiring, mamologga kiring. Shu
xuddi labirint singari o'tdan bu xonaga kirib oxiri tashxislar ko'krak saratoni degan tashxisi kelib chiqdi. Shokka tushib qoldingizmi? Turib ancha yig'ladim to'g'risi. Hayolimdan bolalarim, ona. Bolalaringiz hali o'qishlarini bitirmagan. Yo'q, maktabda bo'lgan ular. Bolalarim nima qiladi deb o'ylagan bo'lsangiz kerak? Endi nima qilaman bularni, qayerga tashlab ketaman? Kim qaraydi bularga degan xayol o'tdi-da. Keyin mayli Allohga tavakkal dedim. Nima bo'lsa shuni ko'ramiz dedim. Yaxshi doktorlar bor ekan o'sha yerda. Biopsiya qilamiz deyishdi, qilishdi. Ximiyadan boshlaymiz, qisir ximiyadan boshlaymiz dedi. Nomlari hech esimdan chiqmaydi. Aytishdi shunaqa sochingiz to'kiladi, anaqa bo'lib ketasiz. Mayli dedim. Ko'zim kurashaman dedim. 6 ta qizil ximiya oldik. Shu 2017-yil boshladik. 6 ta oldin uchta olib ko'ramiz, keyin o'zi yig'ib ko'ramiz. O'zgarishiga qarab yana nimadir aytadi. İşte 6 ta ximiyadan keyin samarali o'tdi. Keyin o'sha payt sochlaringizni ham olib tashladi. Shunaqa, sochim ham to'kildi, ahvolim ham ancha og'ir bo'lib qoldi, ko'ngli aynishlar bo'ldi. Dorilar baribir vaqtincha ta'sir qilar ekan. O'tasiz, yengib o'tasiz dedi. Harakat qildim o'shalarni yengib o'tishga. Bu paydo bo'lganda o'zini mutaxassisga murojaat qilishni men tavsiya qilgan bo'lar edim. Ya'ni onkologlarimizga, mamologlarimizga, spetsializatsiyamiz o'zi ko'krakka taqilganimiz uchun mamologlarga yoki onkologlarga murojaat qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'rqmaslik kerakmi? Yo'q, birinchi navbatda bu yerda panikaga tushmaslik kerak, vahimaga tushmaslik kerak. Chunki onkologiya bo'lsam, bizda masalan ishimiz og'ir joyi shunisida-da, odamlarga-da просто-naprosto san onkologiya bo'lganiga chalinibsan, rak bo'lsan deyish juda ham og'ir. Chunki shunga tekshirtir deyish ham hatto. Da, to'ppa-to'g'ri. Agarda prosta oddiy tibbiy ko'rikka kelishadi-yu, tibbiy ko'rikka kelishganda, "Davaychi biz sizga hozir UZI tekshirish usullarini, mammografiyani o'tkazamiz" deydigan bo'lsak, sirazi ko'kragimda nimadir bor ekanmi, yomon narsa bor ekanmi degan savollar tug'iladi. Birinchi sizni tekshiraylik, ko'raylik, chunki 1 santimetrgacha bo'lgan tugunlar qo'lga unamaydi. Ular sezilmaydi. Sezilmaganidan keyin biz bu yerda qo'shimcha tekshirish usullariga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Mana shular bo'lmasa, biz diagnozni qo'yishimizga sal qiyinchilik tug'diradi. O'sha uchun biz aytamizki, tekshiringlar deymiz. 2017-yil ko'kragingizni operatsiya qilamiz endi deyishdi. Chap ko'kragimdagi o'sha o'simtani olib tashlaymiz dedi. Sababi sizni jigaringizda ham muammo bor ekan dedi. Nimadir nuqta ko'rinyapti. Agar u jigaringizdagi yo'qolmasa, ximiyalarda dedi, operatsiya qila olmaymiz dedi. Mayli dedim. U paytda o'sha 2017-yil immunohistoximichniy analizi bo'lar ekan, bizda Toshkentda hali rivojlanmagan ekan, uni Peterga jo'natamiz deyishdi. Menimcha pul kerak ekan dedi. Mayli dedim. Bir xonadonda ishlardim. Shu xonadondagi singlim Dildora doim yordam berib yurdilar. Hatto ishlamagan, 1 yil ishlamagan kunlarimga har oy oyligimni olib berib yurdilar. 2017-yil operatsiya qilib olib tashlashdi chap ko'kragimni. Birinchi o'zimga narkozdan kelganimdagi holatim juda ham xunuk holat. Ayol kishini endi ko'rki bitta organ qanaqadir yo'q, ham choklar bo'lgan o'tda, shlankalar yog'izda, bu yog'izda. Men unaqa holatda hech ham o'zimni tushmaganman, bo'lmaganman. Doktorimga aytdim, bu nima bu endi? Nima qilamiz endi buni? O'zingiz aytdingiz-ku, yaxshi bo'lsam bo'ldi dedingiz-ku. Boshqa yo'li bo'lmasa ham mayli deb aytdingiz-ku deb erkak kishi doktor bo'lganlar. Abdumuttal Kamolovich degan perivaskara qildilar. Yaxshi bo'lib ketasiz hali deb. Bizga mashq qilib aytishdi, qo'linglar qotib qolmasin, qilinglar o'zinglar
kir yoshinglar bor, hali shundoq ish qilmay o'tib ketaman deb o'ylamaylardi. Men koridorda birinchi bo'limdan chiqardim. O'zimga qarab olardim, birinchi oynaga qarab. Bundan tashqari genetik mutatsiya bor. Bundan tashqari Genetika ham bor. Da, конечно, 5-10% biz genetik nasldan naslga o'tish degan joyi ham bor, обязательно bor bu sabablardan biri. Nafaqat bu stress, bu ham sabablardan bittasi bo'la oladi. Yana bundan tashqari tashqi muhit omillari, havoni загрязненияsi ham ta'sir qiladi. Ekologiya ham ta'sir qiladi. Конечно, hozirgi zamonda pestitsidlarning ta'sirini ham biz olg'a surishga nima kelishyapti. Hali tasdiqlanmagan, lekin bu ham bor. U orada rosa ko'p izlandim endi bu kasal bo'yicha. Tanishlardan, boshqa doktorlardan maslahatlar, shu kasal bo'lganlar bilan gaplashib. Keyin bu orada o'zimni ota-onam birin-ketin og'ir xastalik bilan ular olamdan o'tib qolishdi. Men ular bilan bo'lib qoldim. O'zim kasalimni ham o'ylamadim. Lekin tashlab ham qo'ymadim. Doktorlarga o'zimni xohishim bilan olmayman deb ximiyani отказ qilib, kapelni olishni отказ qilib, tabletkasini yozib berishdi ular. Chunki o'zim bo'ynimga oldim, men nima bo'lsam ham deb o'zim bo'ynimga oldim deb. Kapelni отказ qilib, tabletkani men 2 yil davomida tabletka ichdim. Shu bilan ham tabletkamni ichaman, ham ota-onam birin-ketin olamdan o'tishdi. Ishga ham borasiz-a? Uni orasida bir kun ham ishdan qolmayman, chunki ishlamasam bo'lmaydi. Hozir Toshkentda yashash oson emas. Bitta turmush o'rtog'im haydovchilik qilib topgan puli bilan hech narsa anaqa qila olmaysiz, yetkiza olmaysiz. Men shunaqa yomon sog'lig'imni yo'qotdim o'sha oilaviy stresslardan, shunaqa yomon sog'lig'imni mojarolardan o'zimni boshqara olmaydigan darajada Agressiv bo'lib qoldingiz, asabiy. Men hech qachon bunaqa bo'lmaganman oldin. Nima desam, men yaxshi odamlar atrofida yashab yurgan inson bo'ldim. Muloyimgina qiz bo'lgan. Hamma narsani yaxshi tarafini o'ylaydigan, kulib turadigan shunaqa ayol bo'lganman men. Keyin shu mojarolardan keyin odam mana shunaqa agressiv bo'lib, Adisi B deydi. urushqoq bo'lib, hamma narsani yomon tarafini o'ylab, xullas hayot majbur qilar ekan, odamlar majbur qilar ekan shunaqa bo'lishga. Men o'ylayman, o'sha mojarolardan keyin juda yomon katta stress, xafagarchilik, odamlarga nisbatan xafagarchilik, odamlarni yomon ko'rish, mana shu narsa meni shu kasalga olib keldi. Doktor ko'rigidan o'tib turaman har doim. Doktorim aytdiki, Nilufar dedi, bo'ldi dedi, ildizi qurigan. Lekin shishga turibdi. Orada shuncha vaqt o'tkazib qo'ydim, men shishga ko'tarib ketdim. Tabletka ichmasimdan oldin shishga juda ham tuxumday bo'lib ketdi. Kattalik. Keyin tabletka ichganimdan keyin ildizi qurigan dedi, hech qanaqa ildizi qolmadi hozir dedi, lekin ana shishga organizmda turganidan keyin u dedi, sizni sog'lig'ingizga juda zarar bo'ladi. Zaharli. U chirishni boshlaydi dedi. U chirishni boshlaydi, chirib organizmga tarqashni boshlaydi. Olib tashlash kerak. Olib tashlash kerak. Bitta yo'limiz olib tashlash qoldi hozir. Keyin men o'zim shu ota-onamdan keyin o'zim rozi bo'ldim. Operatsiya qilishga xirurgik yo'li bilan olib tashlashdi. Ko'kragimni полностью olib tashlashdi. Bir tomonini, chap tomonini. Boshida xafagarchiliklar juda ko'p edi. Hozir O'rgandingizmi? o'rgandim, ko'nikdim. Har bir kunimga shukr keltiraman. Ko'kragim bor yo'qligi menga bilinmaydi ham. Turmush o'rtog'im ichmaydilar, chekmaydilar. Ko'chada behuda yurmaydilar. Faqat ish, uy, juda yaxshi insonlar. Jam moddiy taraflama bo'lmasa ham boshqa tarafdan meni qo'llab-quvvatlaydi. Har doim ko'nglimga qaraydi. Ayollardagi onkologiya muammosi bugungi kunda juda ham bir dolzarb masala bo'lib turibdi. Bu nafaqat butun dunyodagi eng bir 3 ta muhim vazifalarning orasiga kiradi. Bizda O'zbekistonda ham xuddi shunaqa ahvol. Afsuski, ayollarimiz skrining, tekshirish masalasiga juda bir sustroq qarayaptilar. Buning ahamiyatlarini o'zlarining salomatligiga vazifa
bu haqda nima uchun bunaqaligini ham aytib o'taman. Undan oldin aytmoqchi edimki, mana shu ayollar onkologiyasi muammosi hatto dolzarbligi darajasida juda ham ko'tarilib, davlat hukumatimiz tomonidan katta bir ahamiyatga olindi bu ijtimoiy masala sifatida. Bu prezidentimizning 2024-yildagi ayollar orasida onkologik kasalliklarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori misol bo'la oladi. Bu masala dolzarbligi jihatidan hukumat darajasiga ko'tarilgan, prezident qarori ishlab chiqilgan bu bo'yicha. Bu yil ham yana shunaqa bezovtagarchilik bo'ldi. Endi yana kimyo olyapman. Endi boshqacha turini olyapman. Ham hozir shu jarayonda. hozir shu jarayon. Sochlaringizni olib tashlang. Hozir sochlarim yo'q. Endi o'zimga qarashga harakat qilaman. Baribir ayol kishiga borar ekansiz. Chiroyli ayol. Chiroyli bo'lishga harakat qilaman. Muhabbet yorsiz hali 47 nima yoshga. Xudo xolisa. Endi asosan bolalarga o'rnak bo'lish uchun hamma narsaga harakat qildim. Ham chidash qiyin darajada og'riqli bo'ldi. Hatto Og'riq qoldiruvchilar ham yordam bermadi. Og'riq qoldiruvchini birpas boshimni aylantirib gandrillatadi-da. Ya'ni shu hamma mushaklarim, asosan oyog'im qattiq og'ritardi. 5 kun chidab turing, o'tib ketadi dedilar doktorlar. Shundan 5 kun ozgina chidayman, o'tib ketadi. Ovqatga kirib olishim shunaqa qilib yana 1 yil o'tkazib oldim. Yana bitta operatsiyaga to'g'ri kelib qoldi. Tuxumdonlarni olish kerak ekan dedi. Tuxumdonlar o'zini og'riqlarimiz dedi. Yana o'zi tekshiruvlardan o'tdim, operatsiyalardan o'tdim. Markazda miyoma bor ekan dedi. Keyin men aytdim, men turmush qurmasam, endi tug'masam, menga hozir oxirgi daqiqalarda men shu onkologiyaga yana qaytib kelmaslik maqsadida o'zim rozi bo'lib, markamni ham olib tashlaylar dedim. Qaytib kelmayman shu yerga dedim-da. Orada yana bir jenskiy operatsiya bo'lib qoldim-da, onam ko'rgani keldilar, onamni dajotimni yuzlariga ham qaragim kelmadi, qaramadim. Men sizdan xafaman. Men uzoqlarga berib yubordingiz dedim. Meni to'g'risi bu hech kimim yo'q-da, qaynota turmush o'rtoq baribir o'zingizni odamingizni xohlar ekansiz-da, o'zingizni odamingiz deganda o'zingizni qarindosh urug'laringiz. Juda qattiq xafa bo'ldim men ulardan, onamlardan. Orada juda mehrim ketib qoldi-da. Achinarlisi shu ularni yo'qotganimdan keyin men qattiq afsuslandim. Noo'rin, nohaq ulardan xafa bo'lgandim. Ko'kragimni 2022-yil olingan bo'lsa, 2 yil davomida yana metastaza berish boshladi. Operatsiya joyimda qanaqadir tugunlar yana paydo bo'ldi. Keyin doktorim tuxumdonlarni ishlash jarayoni hisobiga sizda yana metastaza beryapti dedi. Endi shu ayollik organi bilan tuxumdonlarni olib tashlash kerak. Matkan. Uni ham oldirdim. 24-yilda oldirdim buni ham polностью. Hozir remissiya davridaman. Har oyligi targetli terapiya o'sha 5-6 million bo'ladi dedilar. Hammasi juda qimmat. Men keyin o'zimning xohishim bilan yana ularga ariza tashlab chiqdim. Lecheniya ola olmayman. Butunlay tuzalgandan keyin 5 yillik remissiya davrini beramiz. 5 yil to'xtovsiz обязательно albatta ko'rikda bo'lib turinglar deymiz. Ko'rikda mana shu 5 yilni o'tagandan keyin patsientlarimiz boshida 1-2 yil mobaynida kelishadi-yu, keyin undan u yog'iga qo'rimay qo'yishadi. Eng katta muammolari ham shunda. Haqiqatan ham mablag'ga taqaladi, lekin bizda hozir onkologik muolajalar hammasi davlat tomonidan qoplab beriladi. Albatta, lekin qoplab berildi deyishmayapti oxirigacha. Balki birlamchisi qoplab beriladi. Yo'q, birinchi marta davolanishda olgan. Birinchi marta ham, butun davomida ham aslida davlat tomonidan qoplab beriladi bu narsalar. Kimga murojaat qilish kerak qoplab berilmasa? U uchun qarang, onkologiya markazlariga boriladi. Onkologiyaga bo'lgandan keyin uchetga olingandan keyin patsientlarimiz ro'yxatga to'ppa-to'g'ri ro'yxatga olingandan keyin ular avtomatik tarzda davlat tomonidan qoplab beriladi bu xarajatlari. Faqat yig'lamang, hammasi yaxshi, zo'rsiz dedilar. Bu yerda ham yana bitta qayta dunyoga kelganiga xursand bo'ldim.
onamga yugurib tushdim. Oyijon, men yaxshi bo'lib qolman. Qarang, histologiyamda hech narsa chiqmabdi. Zo'r chiqibman men. Voy, o'ynalib ketdik bolam. Voy, Xudoga shukr edi, bu ham yonadilar. Xursandchiligimiz ichimizga sig'madi shu payt. Oradan achchiq yurdim. Yo'q bo'lib ketmang dedilar doktor. 3 oyda bir, 2 oyda bir, yo'q 3 oyda bir kelib o'sha ko'ringlardan o'tib turing dedilar. Birinchi o'rinda o'zini qadrini bilish kerak. U nima degan? Men o'ylayman, endi shu yerda yashab qoling, hamma qatori yashaydi. Men o'zimni juda o'qqa cho'qqa urganman. Juda ham ko'p o'qqa cho'qqa urganman. Shu xatolarni qilmasligini so'rayman. O'qqa cho'qqa urib, ayolligingizni unutib, hamma og'irligini yuk o'zingizga olib, unaqa qilish kerak emas ekan. Men o'zimni yaxshi ko'rsatish uchun shunaqa men o'zimdan kechib qo'yib mehnat qilganman. Men juda keraksiz mehnatlarni qilganman-da. 23-yil mana 5 yil oradan o'tdi, yaxshi yurdim. Xudoga shukr, shu aytgan dorilarni 5 yil ichasiz degan dorilarni 5 yil ichdim. Shu og'riq bilan bezovta bo'lib borganimdan keyin o'zingizda yana shunaqa jigarimda nuqtalar paydo bo'lib qolibdi dedi. Yana srochno pet qiling, biopsiya qiling. Yo'q, men uni ko'tara olmayman, endi qilmayman dedim. Bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi dedim. Hayotim qattiq yetgacha bo'lsa, o'shaga yashayman dedim. Keyin o'zimga o'zim ta'sir qildi. Xo'p, oxirigacha bormadim. Yutqizdim. Ketaverdim mayli, xo'p, bolalarchi. Hali ular endi o'qishga kirdi bittasi. Hali kirmadi, hali yo'lini topmadi. Mendan o'rnak olish uchun men shunaqa tashlab ketishim kerak, mayli. Ozginasi yana sabr qilsam, o'tib olaman shundan. Dedimda, keyin yana xususiy anaqada klinikada 6 ta kurs lecheniya oldim. Javobi turlicha sabablar. Asosan o'ylanasiz, stressga tushasiz. Balkim bir o'zimlik qilgandirman. Balkim chalinmasligim mumkindir. Turmush o'rtog'im o'tmaganidami yoki qiyinchiliklar, yolg'izliklar bo'lmaganidami. Keyin birinchi o'rinda hech kim yomon ko'rmasligini men farzandlarimdan o'tinib so'rab qolganman. Bu eng katta. Eng katta hayotda yashash uchun eng katta maqsad ham anaqa ham shu. Hech kim yomon ko'rmaslik. Hammani barobar yaxshi ko'rishlikni men hammaga maslahat beraman. Va bu sog'liq garovi desak. Sog'liq garovi. Sog'liq uchun, boshqa narsa uchun emas, sog'liq uchun birinchi o'rinda hammani yaxshi ko'rishini, hech kim yomon ko'rmasligini. Qizingizga nasihatlar berib turasizmi? Yaxshiligiga yo'yib ket. Sen uchun yomon ta'sir qilayotgan gaplarni ham orqaga tasha. Ayol kishida, masalan, menda bo'lgan qiyinchiliklarni sen oson yengish bilan yengib o'tgan hayot tashvishi og'ir. Men kuchli bo'lishim kerak. Bolalar uchun hali yashashim kerak. Hech bir ayol, hech bir ona og'ir dard bilan sinalmasin. Bugungi ko'rsatuvimiz kim uchundir saboq, kim uchundir imkon bo'lar balki. Biz esa mavzuda davom etamiz.